Shunaqa qilib og'rig'ingizni qanaqa qoldirdingiz? Keyin magnechdan. Magniy Uyga ichdingiz. boraman dedim. Ertasiga xo'jaga borishim kerak. 2 oy kutganman bu kunni dedim. O'tkazib olmayman dedim. Shu yerda doktorga kirasiz, hech narsa qilmaydi. Yo'q dedim. Ertaga yozing. Xullas oyijoningiz mazalari bo'lmay qolibdi-da. Roddomga boribdilar. Keyin qolasizmi, bola tonusda yotib qolasizmi debdilar-da больницада. Bilan nima debdilar-deng? Nima dedingiz oyisi? Yo'q, men ertasidan xo'jaga borishim kerak. 2 oy kutganman bu kunni. Rahmat sizlarga. Bor yozib bersangiz. Rahmat. Katta rahmat. Ishonch uchun. Chin dildan rahmat. Hozir ko'ramiz. Tonuslaringizni sabablarini ko'rib chiqamiz. Juda tonusga o'xshamayapti. Yo'q, o'sha og'riq sezmayapsiz-a? Hozirmi? Tegingiz yaxshi-da. Hozir tegim yaxshi, kecha yomon edi dokasi. Hozir ko'ramiz nima bo'lganini.